Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan hardcore'da video olamiz. Bu safar bo'lmay qoluvdi. Bu safar aniq olaman. Bu safar setdan foydalanaman, lekin chetlardan foydalanish yo'q. Bu safar aniq men va'da beramanki, o'tgan safar va'da bergan edim, agar bajara olmasam anaqa ilojsiz challenge bajaraman deb 200 blokdan suli paqir bilan water drop qildim. Chunki boshqa hech kim yozmadi. Keyin majbur xuddi o'sha challenge'ni qabul qilib o'shani bajardim. Bitta obunachimiz Minecraft'ni bilmaydi shekilli. Eng baland blok boradigan balandlik bu 148 edi. U eski versiyalarda o'ynasa kerak, lekin yangi versiyalarda u 320 ga o'zgargan. Deyarli 2 barabarga adashyapti. Yo'q, o'yin sal qotib turibdi. Kechirasiz, o'yin qotyapti. FPS ham kam. To'g'ri, FPS ko'ra olmayman. Xullas bir qishloqqa qarab Surabat. Bu qishloqda ko'p ishlar qilishga beqadar ko'p ishlar qilaman. Juda qishloqqa borib o'rgandiki, videoda yo'qaman. Va qishloqqa ham tushib oldim. Birinchilardan bo'lib hamma temirchini uyini ko'rsa kerak. Betib yo'q. Sakrab va narsalarni yig'ib olaman va mana shu narsalar olindi. Va bu narsa bosh kiyimni kiyib olib, taxtalarni maydalab olaman. Va verstak yasayman va yog'ochchalar ham yasayman. Va ya'ni yog'ochli asboblar yasab olaman. Hozircha ketmon yasab somonni olib olaman. Va versakka kirib, kirga yasasam bo'ldi va men borib tosh kovlab kelaman. Bo'ldi, men qanchadir tosh kovlab oldim, o'zim bilmayman qancha kovlab olganim. Va versakka kirib toshli narsalar yasab oldim. Va men temirdan narsalar yasadim va somonni ovqatga aylantirib olishim kerak. Hop va oxirgi somon 33 ga 3 ta non tayyor bo'ldi. Va mana yerda turamiz, galemni chopib yuboraman. Va u galem basharadan 3 dona temir tushdi. Men bari temirimni ishlatib yuborganimni hisobga olsak, hozir temir menga juda ham kerak bo'ladi va men yotib uxlayman. Narigi qishloq tarafga borsam bo'larmikan? Menimcha ha. O'sha qishloq tarafga boraman. Bir topshiriq. Kemalar boshlig'i nomli va bu yerda ham bitta galem bo'lishi kerak. Chunki ikkita qishloq to'g'ri bo'lsa ikkita galem bo'ladi. Va galem topdik, borib uramizda qochamiz. Qoch. Bilmadim, galem mana shu yerga tiqilib qolibdi. Biz chopqolamiz shu yerda. Va olamiz, bundan ham 3 ta tushdi. Va senga senga galemlar yo'q deganim uchun kimni esda bo'lsa mana shu yerdan o'tgan safar tushib ketgan edim. Bu yerga boshqa qadam bosmayman. Bu yerdan ozroq ko'mirni kovlab olishim kerak. Ozroq.
His bor ko'mirni shu yerdan kovlab olaman. 10 ta chiqqan bo'lsa katta gap. Ya la'nat, bu yerda bitta jitir. Bir qutqarib qoldi, lekin bu yerga borsa biri qutqarish kerak bo'lib qoladi. Iskelet bor ekan, majburman. Xullas qalqon yesa olaman. Nima bo'lyapti? Bu yerda ikkinchi tunimizni ham o'tkazib oldim. Mol kerak, mollardan teri tushadi. Bu teridan asta yasasa bo'ladi. Chunki men konga kirsam shunchaki bu holatimda men parchalanib ketaman. Shuning uchun sal kuchliroq bo'lib konga kirganim ma'qul. Do'stlar, keling bir challenge uyushtiramiz. Siz kommentga xohlagan 1 dan 30 gacha 3 ta son yozib ketasiz. Masalan 7, 8, 9. Men shu sonlarga nimadir qilaman. Xuddi o'shanday zo'r o'yin o'ynaymiz. Buni qilishingiz uchun bitta obuna bo'lsangiz bo'ldi. Juda zo'r ish qilaman. Iltimos son yozib qoldiring 3 ta 1 dan 30 gacha. Do'stlar, men bu yerda temir topib oldim. Tog'ning tepasiga chiqib ketgandim. Yana temir. Hop, temirlarni olib olamiz. Men bu yerda nima ish qilishni bilmayapman. Chunki ko'zga ko'ringan ko'mirlarni kovlab yuribman. 100 kun yashab bersam bo'ldi-da. Xullas, men mis to'plab, misli asliha qilib sal bo'lsa ham kuchayib konga kirmoqchiman. Bo'lmasam shunchaki men shu joyimda tushib ketishim mumkin edi. Yo'q, o'sha o'zimni shu tog'larda orasida yo'q qo'ymasam bo'ldi. To'xtang-da. Yo'q. Men bu yerga mashina qo'yib ketgan edim. Istasam, mashinalar qani? Bu yerdagi mashinalar yo'qolib qopti. Yo'q, adashayotgandirman. Unday bo'lishi mumkin emas. Faqat unday demanglar. Dedi qo'rqitib bunday demanglar. U yerga qo'ygan mashinalarim yo'q axir. Bilmadim. Do'stlar, bu yerda pishgan go'sht turibdi. To'g'ri, lavaga tekkan esangiz bu yoqqa kela olmaydik, lavaga tekkan bo'lsa. Bilmadim men. Nasıl oluverdim bu hardcore olanlardan yolg'iz o'xshamayapman. Nimadir bo'lyapti. Yo'q. Menimcha bu yerga mashinalar ham yo'q. Demak, men nariroqqa borsam borib ko'rishim kerak. Balki adashgandirman, bu tarafga mashina qo'ygandirman. Ko'raychi. Do'stlar, bugunga tushgani uchun men atrofni qaray olmadim. Shuning uchun ham bugun nima edi nerede? Yurib qaytarib ko'ring, nima? Yurib ketayotgan narsa yo'qolib qoldi. Yo'q, bu mer boshqa chiqmaydiganga o'xshaydi. Yo'q, men uxlay bo'ldi, videoni shu joyda tugataman. Juda ham g'alati bo'lyapman. Kechqurun hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Mana bu yerga bir bola yugurib ketdi. Mana men bu tarafga hech qanday mashina
qo'ymaganman. Mana bu taraflarga ham shuni qo'ymaganman. Demak o'shaga qo'yganman shallalarim. Shunchaki yo'qolib qolgan. Menimcha bu bug bo'lgan. Men uni bug deb o'ylayapman. Menimcha bu videoning keyingi qismi chiqmasa kerak. Chunki bu olamga virus tushganmi? Men to'g'risi bilmadim. Ekran Nerede molqan hozir? Bu tarafga o'tdim. Yo'q do'stlar, menimcha videoni shu joyda tugataman. O'zingizga ham ekran juda qotyapti. To'g'ri bo'lsa, ekran juda qotyapti. Demak boyaga qo'ylar mana shunday bo'lishgan. Yonishgan va men endi tushunib yetdim. Va men bunga har doimgidek ishton yasab olaman. Kiyib olamiz. Va virusdagi sindiramiz. Oldim. Umuman qo'y kerak emas. O'shaga men xavotirlanyapman. Do'stlar, bu video shu yerda tugaydi. Menimcha boshqa chiqmaydi. To'g'risini aytsam, nimadir ko'rinyapti-da. Shu bo'ldi, bu boshqa bunaqa bu xat-ko'rmat-ko'r video olmayman. Boshqa unday videolar kerak emas. Men hali o'zimga ancha kerakman. Aniq bilaman. Va kimdi bor shu yerda. Do'stlar, bo'ldi, video shu yerda tugaydi. Hammaga xayr.